Mening ismim Ferex. Men 28 yoshdaman, har kuni qattiq mehnat qiladigan aqlli biznesmenman. 2 yil oldin hayotimning sevgisi Layloga uylandim. U go'zal, mehribon va meni baxtli qiladi. Uning onasi Zebo 45 yoshda. U erini 10 yil oldin yo'qotgan va Layloni yolg'iz o'stirgan. Men saboniy doim hurmat qilardim. U menga o'sirlidak munosabatda bo'lardi. U meni kuyov deb chaqirardi, men esa uni onajon deb, ya'ni aziz ona kabi atardim. Avvaliga munosabatimiz oddiy va iliq edi. U bizga ovqat pishirardi, uy ishlarida yordam berardi va bizni birga ko'rib tabassum qilardi. Men uni oila deb hisoblardim, boshqa hech narsa emas. Laylo bilan hayotimiz yaxshi o'tdi. Ko'p kulardik, Zebo biz uchun xursand edi. U oz eri olgandan keyin hech qachon bunday baxt topmaganini aytardi. Uni tabassum qilishim meni yaxshi his qildirardi. Ammo asta-sekin hamma narsa o'zgardi. Yoki balki men o'zgargandirman. Vaqt o'tishi bilan Zeboni yangicha ko'ra boshladim. U endi shunchaki keksa ayol emasdi. Yumshoq tabassumi, yillar davomida mehnatdan kuchli qo'llari, hikoyalar saqlagan ko'zlari bor edi. Uning kulgisi yuragimni tez urdirardi. O'zimga bu hech narsa emas deb aytardim. U qaynonam edi. Ammo bir kuni hovlida yolg'iz qoldik. Laylo do'stlari bilan chiqib ketgan edi. Men unga suv olib keldim. Qo'llarimiz tasodifan tegishdi. Bu elektr toki urilgandek bo'ldi. Uning yuzi qizarib ketdi, meniki ham. O'sha kundan keyin hamma narsa boshqacha tuyuldi. Ko'zlarimiz avvalgidan uzoqroq to'qnashardi. Ichimda olov yoqilgandek edi. Qo'rqardim. Bu noto'g'ri edi. Bugun u Layloga zina. Ammo yuragim tinglamasdi. Har safar kelganimda Zebo chiroyliroq kiyinardi. Menga sevimli taomlarimni pishirardi. U meni xursand qilmoqchi ekanini bilardim va bu menga yoqardi. Kechalari u haqida o'ylardim. Uning tanasi teginishi. Qarshilik qildim, lekin tuyg'ular kuchayib bordi. Laylo menga ishonardi. Hatto onasi bilan qanchalik yaqin ekanligim haqida hazil qilardi. Agar bilsa edi. Bir kuni Laylo ish bilan boshqa shaharga ketishi kerak bo'ldi. 3 kunlik. Ketishdan oldin u menga, onamga qara, yolg'iz qolmasin dedi. Men bosh irgadim, lekin ichimda fikrlar galaglashardi. U ketgach uy jim bo'lib qoldi. Zebo bilan ikkimiz yolg'iz qoldik. Xushaksham choy ichib o'tirdik. Suhbat noqulay edi. Havoda nimadir sezilardi. Endi chidolmadim. Sukunatni buzib dedim, onajon, seni o'ylashdan to'xtay olmayapman. U hayratda qoldi. Ferex, bunday demang. Bu noto'g'ri. Ammo ko'zlarida ham xuddi shuni his qilayotganini ko'rdim. Sen ham shuni his qilyapsan. Ko'zlaring shuni aytmoqda. O'rnimdan turdim va uning yoniga bordim. U ham turdi, biroz orqaga chekindi. Laylo bilib qoladi dedi. Ha, kim bilmaydi? Bu bizning sirimiz. Birinchi marta uni onajon emas, Zebo deb chaqirdim. Qo'llarimni beliga qo'yib, uni o'zimga tortdim. U qarshilik qilmadi. Nafasi yuzimga issiq tegdi. Oldinga egilib, lablaridan o'pdim. Bu olov portlagandek bo'ldi. 10 yil yolg'iz yurgan edi, uni quchogimda eriyotganini his qildim. Qo'llari sochlarimga kirib, meni yanada yaqinlashtirdi. Uni osongina ko'tarib oldim. Yengil edi. Uni Layloning emas, o'z xonasiga olib kirdim. Bu uning yolg'iz joyi edi, lekin bugun emas. Sekin kiyimlarini yechdim. Tanasi go'zal edi, yashirin xazina kabi. Sen juda chiroylisan, deb pichirladim. Qo'llarim uning har bir joyini o'rganardi. Bo'yni, yelkalari, ko'kraklari. Ularni yumshoq o'pdim, keyin engil tishladim. U inqilladi, tirnoqlari orqamga botdi. Bu meni vahshiy qildi. Nafasim pastga tushdi, qorniga, undan ham pastga. Tilim uni titratdi. U buncha zavqni hech qachon his qilmaganini aytdi. Uning ovozlarini eshitish menga yoqardi. Nihoyat uning ustiga chiqdim. U mening kattaligimdan biroz qo'rqib ketdi. Boshlash azizim, dedim yumshoq. Sekin kirdim. U ko'zlarini yumdi va labini tishladi. Og'riq va zavq aralash edi. Kutdim, keyin chuqurroq, avval yumshoq harakat qildim. Yuzini yo'qotdi. Tanasi titrab choqqiga chiqdi. Men tabassum qildim. Endi haqiqiy zavq boshlanadi, Zebo. Tezroq, qattiqroq harakat qildim. Har bir harakat bizni balandroqqa olib chiqdi, jannatga yetgandik.
U orqamni tirnadi, oyoqlarini belimga o'rab oldi. Inqillashlarimiz aralashdi. Oxirida sochlaridan tortib, ichida tugatdim. U yana titradi, butun tanasi qaltiradi. Terlagan holda galati baxtli yotib qoldik. O'sha kecha slamarik. Yoshligimdan energiyam bor edi. Turli yo'llarni sinab ko'rdik. Uni yana va yana xursand qildim. U 10 yillik yolg'izlikdan keyin o'z olovini ochdi, meni hayratda qoldirdi. Ertalab uning yonida uyg'ondim. "You menga qarab turardi. Sen ajoyibsan", dedim va yana opdim. Ammo quyosh chiqishi bilan haqiqat urildi. Nima keldik? Layloning o'z uyida unga xiyonat qildim. Laylo xursand qaytib keldi, hech narsadan xabari yo'q. Meni quchogiga oldi, onasiga tabassum qildi. Ichim yorilib ketdi. O'sha kundan keyin Zebo bilan yashirin hayot boshladik. Kunduzi oddiy oila edik. Kechasi imkon bo'lganda o'sha olovga qaytardik. Qo'rqinchli, lekin juda yaxshi edi. Bilaman, bu noto'g'ri. Bugun har safar Layloning ko'zlarini ko'rganimda vijdon meni yeydi. Ammo tustay olmayman. Bu sevgi meni kuydiradi va hayot beradi. Men qaynonamga oshiq bo'ldim va bu sir bir kun meni yo'q qilishi mumkin.